Payariq tumani Bulg'or mahallasi. Bulg'or mahallasi. Qaysi qishloq yoki ko'cha bu? Changaroqchi. Changaroqchi. Mana shunday yo'llaringiz necha kilometr? 7 kilometrlik yo'limiz bor o'sha. Mana shunday, ya. Shag'al umuman tashalmagan yoki tashalgan bo'lsa ham cho'kib ketgan. Tashalgan, cho'kib ketgan. Cho'kib ketgan. Bu hozir mana shu yerda 600 metr joyga umuman tashlanmaganda. Mana shunaqa qo'lbola stalbalarni almashtirish uchun nechta temir beton ustunlar kerak? 250 ta. 250 ta. Bu yoq ham shu, ha? Ha, shunday. Xalq murojaati noroziligi mana shu yo'l bilan to'p bo'yicha-da. Yozdim. Nechinchi maktabida? 75. Necha o'rinli aka? Loyiha quvvati. Loyiha quvvati 250 o'rin. 572 ta o'quvchim bor. 2,5 oshmon ketyapti. Tomi shifrdan shakka qisman joylarda o'tadi, yoriqlar bor. Nechinchi yil qurilgan? 1969-yil. Pishirishdan. Qarang, agar men ta'mirlagan bilan mana ahvol, mana ahvol. Mana ahvol. Buni ta'mirlaganman. Sho'rlab ketgan. Har yil ta'mirlaymiz. 2 marta yana. Mana ayla qolmay tushib ketadi. Top etib tushib ketadi. Shu vaqt chiqaveramiz. Tushib ketaveradi. Bo'ldi. Shuni to'sib qo'yishga majbur bo'lgansiz. Ta'mirlab bo'lmaydi. Ishlamayapti-da. Shu tushib ketaveradi. Yerda zax ko'tarilganmi? Ha. Yerda shu ko'tarib ketganga bo'ladi. Mana to'sin yorilib ketyapti. Men qo'rqib yuraman. Bolalarning ustiga tushib, hamma sinfda shunday. Hayda, yorilib aniq ko'rinib turibdi. Termit tushmaganmi? Yo'q, termit tushmagan. Ko'tara olmayapti. Ha, singan mana. Singan. Beramsa? Ha, hozir katta bolalar o'qigan sinf aniq. Bormi shamkasi? Bor. Yerda ham mana bolalar meni Lopillab turibdi. Ha, lopillab turibdi. Hozir oyoqlar bilmasa tushib ketish. Yuz qo'ydi mana. Boshdan oxirigacha bo'lgan. Tunika qolmadi. Narsa qolmadi. Qayerda? Bundan turibdi. Bilinib turibdi mana. Qarsillab tushib, ustiga tushadi. Mana endi o'shiga aylanib, bolalar tushib ketgan. Yangi korpus bu nima deydi? Ofisli xonalarda hammasi laboratoriya xona. O'zi eski yangida jami nechta sinfxona? Bu yoqda 10 ta, bu yoqda 6 ta, 16 ta jami bor. Bu yoqda 6 ta, bu yoqda 10 ta.
Kabriston yo'llari. Qaysi qabristondan? Ko'ktomli. Ko'k Tomli. Ko'k tomli. Bulg'or mahallasi. Yo'g'on mahallasi.